To'rtinchisi Malakul Maut. Ya'ni siz bilan biz Azroil alayhisalom deb ataymiz. Endi bu farishta ruhlarni olishga vakil qilingan. Bu farishtani Azroil deb nomlanishligi haqida ulamolar o'rtasida ixtiloflar bor. Chunki ba'zilar Qur'onda ham sunnatda ham Azroil degan ism kelmagan. Shuning uchun bu farishtani Malakul Maut, o'lim farishtasi deyishlik to'g'ri bo'ladi deyshadi. Aysar Tafassir tafsirida esa o'lim farishtasining ismi Qur'onda kelmagan, ammo ahli sunna uning ismi Abdulloh ma'nosini ifodalovchi Azroil ekanini e'tirof etadi deyilgan. Abdulloh degan Azroil degan ekan. Ya'ni Aysar Tafassirda shunaqa deyapti. Lekin o'sha Abdulloh ma'nosini Allohning qulida, hammamiz ham Allohning qulimizda o'zi. Estağfirullah. Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila robbikum turja'un. Mana malakul maut haqida yana bitta oyat. Ayting, sizlarga vakil qilingan o'lim farishtasi jonlaringizni olur. So'ngra Robbingiz huzuriga qaytarilursiz. Jabroil alayhisalom, Mikoil alayhisalom, Isrof alayhisalom, Azroil alayhisalom.